Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Usuniy kanali. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga Nexia 2 va Nexia 1 haydaydigan akalarimizga, ukalarimizga, do'stlarimizga bitta kerakli va strashniy holatda hisoblangan narsani ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling, o'zingizni strafovkangizga o'zingiz qilib oling do'stlar. Bu avtomobilni biz hozir boshqa joydan yurgizib olib kelyapmiz. Birinchi motoristga olib borishgan. Avtomobil ishini olib borgan, o'zini ishini bitirib uyga borib o'chirganda qaytib yurmagan. Emulyator ham, switchaga ham hech qayerga to'kib bormay qolgan. Hozir mana bu yerda mana zamoy to'kdi biz premoy qilib, buni miyasiga ulab olganmiz. Bu временный holati. Bu ya'ni bu yerga ustaxonaga olib kelib olguncha mana shunday qilib oldim do'stlar. Mana. Ko'rdinglarmi? Miyasiga ulangan. Bitta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yamiz, esdan chiqib qolmasin do'stlar. Gazga premoy qilishgan, saqlagich uyda nima qilishgan bo'lsa yurmagan mashina xullas. Keyin biz bordik, kompyuter tekshirdik, kompyuter tok kiruvchisi ham, chiquvchisi ham, zamoy toki ham, premoy toki ham yo'q. Endi buni eng asosiy sababi va ko'pchilik ko'zdan yiroq qoldiradigan, esdan chiqarib qo'yadigan holatni ko'rsataman. O'sha narsa bitta joydan bo'ladi xolos. Elementarni, lekin ancha boshqa qotiradigan narsa. O'zlaring ko'rasiz, ko'rsataman shu sizlarga shunaqa bo'lgan joyini. Sizlarning Nexialarning shunaqa joyi bo'ladi. Shuning uchun shu joyini to'g'rilab yo'q, ehtiyotlar qilib qo'yishlarini so'rab qolamiz do'stlar. Bu joyda bekorga yetishmadik. Mana bu yerda dinamli shkifi bor mana. Bu ham aylanganda pichoq hisobida bo'ladi. Kesadi ancha joyda. Buni kabel mana shuni ustiga tushib qolgan. Mana hozir kasalni topganimizda buni tortganmiz. Shunga bu yerga kelib qolibdi. O'zi bu mana bunday holatda turuvdi. Mana shunday holatda bo'lgan. Tushunasizlar? Endi hozir ichini izolentasini ochaman-da, sizlarga ko'rsataman qaysi uzilganligini. Kompyuterga ketgan asosiy pitaniya uzilib bo'lgan mana. Bittasi bu tomondan, ikkinchisi bu tomondan. Xo'p. Mana bu yerda mana ochib yuborgan simda ham bunisini. Hozir mana bu yerda mana bu simda ham ochib yuborgan. Bu narsani mana shkift ustida ko'pchilik tushirib qo'yadi. Shu bilan vaqt o'tish davomida kemberni yirtadi, ustida izolentani yirtadi. Buni ustidagi prixvatkasini yetib turib, keyin oxir simni uzib yuboradi. Shu bilanki premoy qilasizmi, cho'paytqasiz nima qilsiz ham yurmaydi. Endi hozir biz buni kabelda joy-joyga ulab, prixvatkalarini qilib, himoyasini qilib tepaga tortib qo'yamiz. Mana bu yerda kabelni tortib qo'yamiz. O'shandan keyin bu mashinada hech qanaqa atkaz qilish yoki bir trajniy holati kuzatilmaydi do'stlar. Mana sizlarga kasalni ko'rsatdim. Bundan oldin kadrda ko'rdilaring. Qanaqangi holat bo'lsa, boshda yurmay qolishi yoki bir kompyuter uxlab qo'yganga o'xshaydi. Premoy qilsiz ham, nima qilsiz ham yurmaydi. Endi tepaga prixvatka qilib, shkifga tegmaydigan qilib, izolenta qilib ko'tarib qo'yiladi tepaga do'stlar mana. Rahmat beylar shkifga. Hozir mana. Shkifda bu narsa ancha tepada, bu tomondan ham ko'rsataman sizlarga. Mana. Mana shu dumaloq qilingan joyga bu kabel tegib turavergan. O'shani hisobiga vaqt davomida sekin yalab yonni ochib, oxiri zamikani qilib shu yurmay qolgan holatga kelgan do'stlar bu narsa. Buni tepaga ko'tarib prixvatkalarni qilib, yon tomonlarini tegmaydigan qilib qo'yasizlar. Keyin avtomobil hech qanaqa holat ko'rsatmaydi. Yurgizib yuborishni temir beribdi. Mana sheroz berish shogirdlar bilan temir YouTube'ga chiqaman deb chiqarib berdi vaqti ham mana. Qani? Bismillah. Bakonni. Gazda. Ko'zlaringa. Agar sizlarda ham mabodo endi bilib bo'lmaydi-da, ko'za kuniga emas, o'zini kunida sinadi. Shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomonni ham hisobini olib qo'yasizlar. Agar bunaqangi holatga tushishni xohlamasangiz, hozirroq ko'rib, agar tegib turgan bo'lsa, pastda bo'lsa, zajimlab tepaga ko'tarib qo'yishingizni maslahat beramiz do'stlar. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.